Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Chiroyli, izli, shirin so'zli, oila a'zolari mehriboni bo'lgan Zuhraxon opa siz bilan bog'landimmi? Men Sog'a salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? yaxshi, rahmat Allohga shukr. Yo'q, Rahmat. gaplar. Men sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapman. Shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin opajonim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Arziysiz, barchamizga rozi bo'lsin. Bugun siz uchun eng yaqin insonlaringiz tomonidan yurakdan chiqqan so'zlari, samimiy tilaklar va shukrona kun tabriklari kelgan ekan. Endilikda taxmin qila olasizmi kimdan deb o'ylaysiz? Bilmadim. Точно bilmadim. Hozir kimada telefon qilishdi. Taxmin qilsam ular chiqmadi. Unda balki Bilmadim. o'shalar chiqar endi. Taxmin qilib ko'ravering. Yo'q. Aytoring, kim ekan? Nega o'zingiz ham bir taxmin qilib ko'ravering opajonim? Yaqinlarim bo'lishi mumkin. Albatta, qaysi birlaridan? Точно bilmayman. Opam singlim bo'lishi mumkin, jigarlarim. Yo'q, jigarlaringiz Qarindoshlarim. emas, lekin u Yaqin. inson ham o'z singlingizdek bo'lib qolgan. O'z singlimdan bo'lib qolgan. Ma'mura qizmi? Yo'q, lekin bosh harfi M bilan boshlanadi u qizning ham. Madina qizmi, Xalifa qiz? Yo'q. Voy. Bilmadim unda. Mushtariymi? Yo'q. Yo'q, bilmadim. Meni qidimay aytoring. Mayli unda. Sizni juda ham yaxshi ko'rib, hurmat qilguvchi, mehribon singiljoningiz Maftunaxon opajonimiz nomidan kelgan ekan, qabul qilgaysiz. Kim? Maftunaxon. Maftunaxon? Albatta. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Aytganingiz kasat. Ularni siz uchun atalgan samimiy tilak va tabriklari bor ekan, o'qib eshitsam maylimi? Maftuna qiz tabriklabdimi? Albatta. Alloh rozi bo'lsin. O'ta sevintirdi. Arziysiz. Mayli, ko'ring. Rahmat. Assalomu alaykum. Mening mehribonim bo'lgan qadrli opajonim. O'yingi muborak shukrona kuningiz bilan sizni chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Avvalo Alloh taologa behisob shukrlar bo'lsinki, sizdek mehribon, oqila va intilishdan charchamaydigan insonga bugun go'zal kun nasib etdi. Faberlik kompaniyasi starsh direktor kabi yuksak maqomga erishganingiz, mehnatingiz, sabringiz va g'ayratingiz samarasidir. Bu yutuqlaringiz yanada ko'payib, doimo eng yuqori cho'qqilar zabt etishingizni tilayman. Aziz opajonim, Robbim umringizni uzoq, taningizni sog', qalbingizni xotirjam qilsin. Xonadonlaringizdan baraka, fayz va qut barakani hech qachon arimasin. Har bir kuningiz quvonch, har bir qadamingiz omad va zafarlar bilan bezansin. Sizning mehribonligingiz, kamtarligingiz va insonlarga bo'lgan hurmatingiz hamisha atrofdagilarga ibrat bo'lib kelsin. Allohim qilgan har bir ezgu amalingiz dargohiga qabul aylab, barcha orzu maqsadlaringiz ro'yobga chiqarsin. Yangi muvaffaqiyatlar, yuksak marralar va barakali rizqlar sizga hamisha hamroh bo'lsin. Qadrli opajonim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim, baxtingiz ziyoda, umringiz fayzli, yurangiz esa doimo mehr va muhabbatga to'la bo'lsin. Oilangiz baxtiga, sog' salomat, ishlaringizda doimo muvaffaqiyatlarga bo'lib yurishingiz nasib etsin. Yana bir bor shukrona kuningiz muborak bo'lsin aziz opajonim. Allohim sizni o'z panohida asrab, ikki dunyo saodati, tinchlik, xotirjamlik va cheksiz baxt nasib etsin. Boringizga shukr opajonim. Rahmat, rosa xursand qildingiz. Arziysiz. Maftuна qizga katta rahmat deb qo'ying. Ilohim onasini baxtiga, yaqinlarini baxtiga, qizalog'ini baxtiga doim sog' bo'lsin. Shunaqa baxtli bo'lsin har doim. So'zlagan sabsiga yetsin. Ilohim brilliantli direktor bo'lsin tez orada. Shunaqa harakatchan qiz. U ustoz shogirdidan shogird ustozdan o'tadi deydi-yu, shunaqa shogird o'tadigan shogirdda u qiz. Молодец, rosa xursand qildi. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim baxt ochilsin. O'ta meni xursand qildi. Mashalloh, amin aytganingiz kelsin opajonim. Tilaklar ichida izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek insonlarni ko'proq yaratsin. Orzu qiling, armon bo'lmasin. Niyat qiling, yomon bo'lmasin. Yangi kunni qarshilang asta. Alloh yo'llaringizga omad bog'lasin. Dildagi mehringiz bo'lmasin ado. Aziz boshingizni asrasin Alloh. Qalbingiz doimo quvonchga to'lsin.
Yana bir bor Shukrona kuningiz muborak bo'lsin deya mehribon singiljoningiz nomidan kelgan ekan, qabul qilgaysiz opajonim. Rostdan ham hech kim kutmagandim. Komandamdagi qizlar ketma-ket tabriklashyapti. Mafna qiz o'zgacha tabriklabdi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mafna qizdan ilohim nimaiki niyat qilgan bo'lsa, hamma niyatiga Padriyat 2026-yilda yetsin. Rahmat. Amin. Aytganingiz kelsin. Mayli, rahmat sizga ham. Mayli, mehr-oqibatlar ko'z tegmasin. Sog' salomat bo'ling. Bugun ko'zlaringiz chaqnab yulduzdek, quyosh yuzingizga nurlar ilgan kun. Dunyoga keldingiz siz qo'shu ko'zdek, olamga baxt berib siz tug'ilgan kun. Omadlar ergashsin qadamingizdan, rahmatlar ergashsin qadamingizdan. Baxtdan sarmast ursin yuragingiz ham, gulu chechak unsin qadamingizdan. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Siz uchun tumordek bo'lsin. Mehringiz his qilib yashaymiz doim, sevgimiz asrasin sizni iloyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Sevinyu seviling bo'lib chin sirdosh, baxtingizni butun qilsin Xudoyim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin.